AQSh Suriyani terrorizm homiylari ro'yxatidan chiqarganidan hech qancha vaqt o'tmay mamlakatda viza kartasi orqali onlayn to'lovlar ishlashni boshladi. Suriya prezidenti Ahmad Ashara Damashqdagi kafelardan birida ilk to'lovni o'z kartasi orqali amalga oshirdi. Suriya 1979-yildan beri AQSh tomonidan joriy etilgan qora ro'yxat, ya'ni terrorizmga homiylik qiluvchi davlatlar qatorida qolayotgan edi. 24-avgust kuni esa Washington mamlakatni ushbu ro'yxatdan rasman chiqardi. Ahmad Ashara bu qarorni olqishlab, Suriyaning og'riqli o'tmish sahifasini yopib, rivojlanish, qayta qurish va bunyodkorlik bosqichiga o'tishini ta'kidladi. Qayd etish kerak, moliyaviy sanksiyalar tufayli Suriyaning xalqaro moliya tizimiga kirishi keskin cheklangandi. Visa va Mastercard esa Suriyadagi faoliyatini 15 yildan ortiqroq vaqt avval to'xtatgan edi. Rasmiy Washingtonga ko'ra, Suriyaning qora ro'yxatdan chiqarilishi mamlakat uchun xalqaro savdo va sarmoyalarga yo'l ochib, uning qayta tiklanishiga imkon yaratadi.